Salom qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim va ba'zi kishilar uchun afsuski ancha noxush yangilik haqida suhbatlashmoqchiman. Agar siz 40 yoshdan 65 yoshgacha bo'lganlar qatorida bo'lsangiz, unda ushbu ma'lumot sizning kelajagingiz, moliyaviy barqarorligingiz va hatto oilangizning farovonligi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. May oyidan boshlab pensiya tizimida va ijtimoiy himoya sohasida amalga oshirilayotgan yangi o'zgarishlar aynan sizning hayotingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda. Shu sababli iltimos, ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir so'zga e'tibor bering, chunki bu sizga hozirgi vaziyatni tushunishga va kelajakdagi muammolarning oldini olishga yordam beradi. Kanalimga hoziroq obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Shunda bu muhim ma'lumot ko'proq odamlarga yetib boradi. Bu sizning yordamingiz, azizlar. Muammoning mohiyati. Xo'sh, oldin qanday edi va endi nimalar o'zgardi? Yaqin vaqtgacha mamlakatimizda pensiya ta'minoti tizimi nisbatan barqaror va tushunarli edi. Ko'pchilik uchun pensiya yoshi, ya'ni erkaklar uchun 60 yosh va ayollar uchun 55 yoshda zarur ish stajiga ega bo'lgan holda pensiyaga chiqish imkoniyati bor edi. Ish staji deganda odatda rasmiy ravishda ishlagan va ijtimoiy ajratmalar to'lagan yillar tushunilardi. Pensiya miqdori asosan ish stajining davomiyligi va ish haqqi miqdoriga bog'liq bo'lib, hisob-kitoblar ko'pchilikka tanish va aniq qoidalar asosida amalga oshirilardi. Misol uchun, so'nggi 10 yildagi eng yuqori maoshli yillarni tanlab, pensiya hisoblash imkoniyati ko'pchilik uchun qulay edi. Shuningdek, norasmiy sektorda ishlaganlar uchun ham ba'zi hollarda maxsus tartibda ish stajini hisobga olish mexanizmlari mavjud edi. Garchi bu doim ham to'liq va muammosiz bo'lmagan bo'lsa-da. Ko'pgina insonlar kelajakdagi pensiya miqdorlarini taxmin qilishlari mumkin edi va bu ular uchun ma'lum bir ishonch manbai edi. Ammo endi vaziyat jiddiy ravishda o'zgardi va may oyidan boshlab kuchga kiradigan yangi qoidalar aynan sizning yoshingizdagi, ya'ni 40 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan fuqarolar uchun juda katta ta'sir ko'rsatadi. Eng asosiy o'zgarishlardan biri shundaki, endilikda pensiya ta'minotiga bo'lgan huquq va uning miqdori uchun zarur bo'lgan ish staji muddatiga nisbatan talablar qat'iylashmoqda. Bu shuni anglatadiki, agar siz oldingi qoidalar bo'yicha pensiyaga chiqishga umid qilgan bo'lsangiz, endi sizga ko'proq ish staji yoki yuqoriroq ijtimoiy ajratmalar to'lash talab etilishi mumkin. Bundan tashqari, norasmiy sektordagi mehnat faoliyatini pensiya stajiga kiritish tartibi murakkablashmoqda va buning uchun yangi qat'iy shartlar joriy etilmoqda. Pensiya hisoblash formulalariga ham o'zgartirishlar kiritilishi kutilmoqda. Bu esa ko'pchilik uchun kutilgan pensiya miqdorining kamayishiga olib kelishi mumkin. Bu o'zgarishlar nafaqat hozirda pensiyaga chiqish arafasida turganlar, balki hali bir necha yil ishlash kerak bo'lganlar uchun ham muhimdir. Chunki bu ularning kelajakdagi pensiya rejalarini butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Endi har bir kishi o'zining pensiya staji va ajratmalarini diqqat bilan tekshirishi va yangi talablarga mos kelish uchun choralarni ko'rishi shart bo'ladi. Batafsil tahlil: nimalarni bilish kerak, kimlar xavotirlanish kerak va kimlar yo'q. Xo'sh, keling, bu o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqamiz. Eng avvalo, kimlar ko'proq xavotirlanishi kerak? Birinchidan, 50 yoshdan oshgan va pensiyaga chiqishiga kam vaqt qolgan shaxslar. Agar sizning ish stajingizda uzilishlar bo'lgan bo'lsa yoki siz uzoq vaqt norasmiy ravishda ishlagan bo'lsangiz, bu sizga jiddiy ta'sir qiladi. Yangi qoidalar sizdan pensiya olish uchun zarur bo'lgan minimal ish stajini oshirishi mumkin. Masalan, oldinroq 25 yil ish staji yetarli bo'lgan bo'lsa, endi bu ko'rsatkich asta-sekin oshirilishi yoki uning tarkibiga faqat rasmiy, to'liq to'langan ajratmalar bilan birga kelgan davrlar kiritilishi mumkin. Bu degani, siz pensiya yoshiga yetganingizda ham yetarli ish staji yo'qligi sababli pensiya ola olmasligingiz yoki faqat ijtimoiy nafaqa bilan cheklanib qolishingiz mumkin. Bu esa moliyaviy ahvolingizni sezilarli darajada og'irlashtirishi muqarrar. Ikkinchidan, o'zini o'zi band qilgan fuqarolar, yakka tartibdagi tadbirkorlar va norasmiy sektorda ishlovchilar. Agar siz oldin minimal ijtimoiy ajratmalar to'lab kelgan bo'lsangiz yoki umuman to'lamagan bo'lsangiz, endi sizning holatingiz murakkablashishi mumkin. Yangi qoidalar ko'pincha pensiya hisob-kitoblarida to'liq va muntazam ajratmalarni talab qiladi. Bu shuni anglatadiki, kelajakda arzonroq pensiya olish uchun endi siz ko'proq mablag' to'lashingiz yoki rasmiy ishga o'tishingiz shart bo'ladi. Aks holda umuman pensiya olish huquqidan mahrum bo'lishingiz ham mumkin. Uchinchidan, ish stajida bo'shliqlar bor. Ya'ni bir necha yil ish joyidan tashqarida bo'lgan yoki chet elda ishlagan fuqarolar.
Ushbu davrlarni tasdiqlash va ularni pensiya stajiga kiritish tartibi yanada murakkablashadi. Xususan, chet elda ishlagan davrlarni tan olish uchun endi qo'shimcha hujjatlar va xalqaro kelishuvlarga muvofiq qat'iy qoidalar talab qilinadi. Agar siz bu jarayonni o'z vaqtida boshlamasangiz, bu yillarni yo'qotishingiz va pensiyangizni sezilarli darajada kamaytirishingiz mumkin. Keling, konkret misollarni ko'rib chiqaylik. Birinchi misol. Ahmad aka 58 yoshda. U umrining 20 yilini zavodda rasmiy ishda o'tkazgan. Keyin esa 15 yil davomida qurilish sohasida norasmiy ravishda ishlagan. Oldingi qoidalar bo'yicha u 60 yoshda pensiyaga chiqishni kutardi va norasmiy ishlagan davrlarni qandaydir yo'l bilan stajiga kiritishga umid qilardi. Yangi qoidalarga ko'ra esa unga pensiyaga chiqish uchun kamida 25 yil rasmiy ish staji talab etilishi mumkin. Norasmiy ishlagan 15 yil esa agar u har yili muntazam ravishda ijtimoiy ajratmalar to'lamagan bo'lsa, umuman hisobga olinmaydi. Bu esa Ahmad akaning pensiya stajini atigi 20 yilga tushirib, unga pensiya olish huquqini bermasligi mumkin. Natijada u pensiya yoshiga yetganida ham pensiya o'rniga faqat minimal ijtimoiy nafaqa olishga majbur bo'ladi. Bu esa uning moliyaviy ahvolini 30-40% ga yomonlashtiradi. Bunday vaziyatda Ahmad aka o'zining nafaqat o'zi, balki oilasi, xususan yosh nabiralari oldidagi majburiyatlarni bajarishda jiddiy qiyinchiliklarga duch keladi. Ikkinchi misol. Mehrinigor opa 45 yoshda. Uzoq yillar uy bekasi bo'lgan, ammo so'nggi 5-yilda uyda tikuvchilik bilan shug'ullanib, o'zini o'zi band qilgan. U minimal darajada ijtimoiy ajratmalar to'lab kelgan. U oldinlari pensiya yoshiga yetganda qandaydir bir pensiya olishga umid qilgan edi. Yangi qoidalarga ko'ra, o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun pensiya staji to'plash tizimi o'zgartirilmoqda. Endilikda muntazam va belgilangan minimal miqdordan kam bo'lmagan ijtimoiy ajratmalar to'lash majburiy bo'ladi. Agar Mehrinigor opa ilgari faqat ramziy summalar to'lagan bo'lsa, bu davrlar endi to'liq ish stajiga kirmasligi mumkin. Natijada uning 5 yillik faoliyati pensiya stajiga kiritilmasligi yoki sezilarli darajada kamaytirilishi mumkin. Bu esa uning kelajakdagi pensiyasining miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Uning pensiyasi kutilganidan 20-30% kamroq bo'lishi mumkin. Bu uning kelajakdagi moliyaviy mustaqilligiga jiddiy putur yetkazadi. Ayniqsa, farzandlari voyaga yetib, unga yordam berishga imkoniyati bo'lmagan taqdirda. Uchinchi misol. Jamol aka 50 yoshda, 25 yil davomida rasmiy ish stajiga ega, lekin so'nggi 5 yilda oyligi past bo'lgan ishda ishlagan. Oldingi qoidalarga ko'ra, u o'z pensiyasini so'nggi 10 yildagi eng yuqori maoshli davrlar bo'yicha hisoblatishni rejalashtirgan edi. Bu unga yaxshi pensiya miqdorini ta'minlar edi. Yangi qoidalar esa pensiyani hisoblashda ish haqqi miqdorini aniqlash mexanizmini o'zgartirishi mumkin. Masalan, endi pensiya butun ish stajdagi o'rtacha ish haqqi asosida hisoblanishi yoki yuqori maoshli davrlarning nisbiy og'irligi kamaytirilishi mumkin. Bu esa Jamol akaning kutilgan pensiya miqdorini 15-20% ga kamaytirishi mumkin. Ya'ni u qanchalik ko'p ish stajiga ega bo'lmasin, yangi hisob-kitoblar uning umidlarini puchga chiqarishi mumkin. Bu uning farzandlarining oliy ta'limi uchun yig'ib qo'ygan mablag'lariga ta'sir qilishi va kelajakdagi hayot sifatini pasaytirish ehtimoli bor. U pensiyaga chiqqach, uzoq yillik mehnat evaziga munosib hayot kechirish umidida edi, ammo endi bu umidlar xavf ostida qolmoqda. Xo'sh, kimlar xavotirlanishi shart emas. Asosan, allaqachon pensiyaga chiqqan va pensiya ta'minoti qoidalari o'zgarishidan oldin pensiyasi belgilangan shaxslar. Ularning pensiyasi odatda yangi qoidalar ta'siriga tushmaydi, chunki ularga qo'llanilgan huquq prinsipi amal qiladi. Shuningdek, davlat organlarida uzoq yillar ishlagan, doimiy va yuqori ijtimoiy ajratmalar to'lagan, ish stajida uzilishlarsiz ishlagan yoshroq avlod vakillari ham hozircha kamroq xavotirlanishi mumkin, chunki ularda yangi talablarga moslashish uchun ko'proq vaqt bor. Ammo bu ularni mutlaqo xotirjam bo'lishga chorlamaydi, chunki pensiya tizimida kelajakda ham o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Hatto ular ham o'z ish stajlarini va ajratmalarini doimiy ravishda nazorat qilib borishlari lozim. Istisnolar, nozik jihatlar va oshkor qilinmagan nuanslar. Bu qoidalar barchaga birdek ta'sir qilmaydi. Ba'zi istisnolar va nozik jihatlar mavjud. Ularni bilish sizga vaziyatni to'liq baholashga yordam beradi. Istisnolar. Birinchidan, nogironligi bo'lgan shaxslar.
Nogironlik pensiyalarini tayinlash va to'lash tartibi alohida qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi va bu yangi o'zgarishlar ularga bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Biroq, ularning ish stajiga bo'lgan talablarida ham ba'zi aniqliklar kiritilishi mumkin. Shuning uchun ular ham o'z hujjatlarini tekshirib olishlari zarur. Ikkinchidan, harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari. Ularning pensiya ta'minoti alohida qonunlar asosida amalga oshiriladi va ushbu umumiy qoidalar ularga to'g'ridan-to'g'ri taalluqli emas. Biroq, agar ular harbiy xizmatdan keyin fuqarolik sektorida ishlagan bo'lsa, fuqarolik ish stajiga tegishli qismi yangi qoidalar bo'yicha hisoblanishi mumkin. Uchinchidan, boquvchisini yo'qotgan oila a'zolari uchun pensiya va nafaqalar. Bu turdagi ta'minotlar ham o'ziga xos tartibga ega. Ammo boquvchining ish stajini hisoblashda yangi qoidalar qo'llanilishi mumkin. Bu esa nafaqa miqdoriga bilvosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun bu toifadagi fuqarolar ham boquvchining ish staji qanday hisoblanayotganini aniqlab olishlari muhim. Pitfalllar va e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan nuanslar. Birinchidan, kechikish. Ko'pchilik hali vaqt bor deb o'ylaydi va muammoni hal qilishni keyinga suradi. Ammo may oyidan boshlab kuchga kiradigan qoidalar sizni kutilmagan vaziyatga solib qo'yishi mumkin. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilish, hujjatlarni to'plash va rasmiylashtirish jarayoni uzoq vaqt talab qilishi mumkin. Har bir kechiktirilgan kun sizga qimmatga tushishi mumkin. Masalan, agar sizning 3 yillik ish stajingiz tasdiqlanmagan bo'lsa va uni tasdiqlash uchun arxivdan hujjat olishingiz kerak bo'lsa, bu jarayon bir necha haftadan bir necha oygacha cho'zilishi mumkin. Agar siz bunga o'z vaqtida kirishmasangiz, pensiya yoshingizga yetganingizda stajingiz yetarli bo'lmasligi mumkin. Ikkinchidan, ma'lumotni noto'g'ri tushunish. Yangi qoidalar matni murakkab yuridik tilida yozilgan bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha rasmiy manbalardan olingan ma'lumotni noto'g'ri talqin qilishadi yoki noto'g'ri maslahatlarga ishonishadi. Har doim rasmiy manbalarga va mutaxassislarga murojaat qilish muhim. Misol uchun, o'rtacha ish haqi deganda ba'zilar eng yaxshi 5 yillik o'rtacha maoshni tushunishi mumkin. Lekin yangi qoida bo'yicha bu ko'rsatkich butun ish stajidagi o'rtacha maoshni anglatishi mumkin. Bu esa pensiya miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi. Uchinchidan, norasmiy mehnat faoliyatini rasmiylashtirishdagi murakkabliklar. Hukumat norasmiy sektordagi mehnatni qonuniylashtirishga intilmoqda, ammo bu jarayon hali ham ko'pchilik uchun qorong'u va murakkab bo'lishi mumkin. Agar siz norasmiy ishlagan bo'lsangiz va o'zingizni o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tmasangiz yoki muntazam ravishda ajratmalar to'lamasangiz, bu yillaringiz umuman pensiya stajiga kirmasligi mumkin. Bunday holatda 50 yoshga kirgan ayol uzoq yillar uyda hunarmandchilik bilan shug'ullangan bo'lsa-da, agar o'z faoliyatini rasmiylashtirmagan bo'lsa, umuman stajsiz qoladi. 4-dan, xalqaro mehnat migratsiyasining ta'siri. Chet elda ishlagan davrlarni pensiya stajiga kiritish uchun endi o'zaro kelishuvlar mavjud bo'lgan davlatlardagi mehnat staji hisobga olinadi. Agar siz boshqa mamlakatlarda ishlagan bo'lsangiz, o'sha mamlakatlardagi ijtimoiy ajratmalar va ish staji haqidagi hujjatlarni to'plash va ularni tasdiqlash jarayoni yanada qat'iylashadi. Bu esa qo'shimcha byurokratik to'siqlarni yuzaga keltirishi mumkin. Misol uchun, Rossiyada 10 yil ishlagan shaxs agar Rossiya va O'zbekiston o'rtasida pensiya sohasida shartnoma bo'lmasa yoki u shartnoma shartlariga to'g'ri kelmasa, bu yillarni pensiya stajiga kirita olmasligi mumkin. Amaliy maslahatlar. Nimalar qilishingiz kerak? Endi eng muhimiga o'tamiz. Bu vaziyatda nima qilishingiz kerak? Ushbu yomon yangilik sizni butunlay tushkunlikka solmasligi uchun hoziroq aniq choralar ko'rish imkoniyatlari mavjud. Men sizga bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam: pensiya hujjatlaringizni to'liq ko'rib chiqing. Pasportingiz, mehnat daftarchangiz, diplomlaringiz agar bo'lsa, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa va tug'ilganlik haqidagi guvohnomalaringizni jamlang. Eng muhimi, mehnat daftarchangizni diqqat bilan o'rganing. Undagi har bir yozuvni tekshiring. Ishga kirgan va ishdan bo'shagan sanalar to'g'rimi? Muhrlar aniqmi? Imzolar mavjudmi? Agar qandaydir nomuvofiqliklar yoki o'chirib yozishlar bo'lsa, bu jiddiy muammo bo'lishi mumkin. Ba'zi eski yozuvlar eskicha namunadagi muhrlar bilan tasdiqlangan bo'lishi mumkin. Bu esa pensiya jamg'armasida savollarni keltirib chiqarishi mumkin. Har qanday shubhali yozuvni aniqlasangiz, uni imkon qadar tezroq rasmiylashtirishga harakat qiling. Ikkinchi qadam: pensiya jamg'armasi shaxsiy kabinetini tekshiring yoki murojaat qiling. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasining veb-saytiga kiring.
Agar sizda elektron imzo bo'lsa, shaxsiy kabinetingiz orqali o'z ish stajingiz va pensiya hisobingizdagi ajratmalar holatini tekshirishingiz mumkin. Bu sizning pensiya stajingiz va ajratmalar haqidagi rasmiy ma'lumotlarni ko'rsatadi. Bu ma'lumotlar mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlar bilan mos kelishiga ishonch hosil qiling. Agar sizda elektron imzo bo'lmasa yoki sayt orqali tekshirishga qiynalsangiz, yashash joyingizdagi Xalq bankining pensiya bo'limiga shaxsan murojaat qiling. U yerda sizga pensiya jamg'armasi mutaxassisi xizmat ko'rsatadi. U yerga borishdan oldin pasportingizni va mehnat daftarchangizni olib borishni unutmang. Ular sizga rasmiy ma'lumotnoma berishlari yoki tizimdagi ma'lumotlarni ko'rsatishlari shart. O'zingizning to'liq ish stajingiz va uning qanday hisoblanayotganini aniq bilib oling. 3-qadam. Norasmiy ish stajini rasmiylashtirish yoki qo'shimcha staj sotib olish variantlarini ko'rib chiqing. Agar sizda norasmiy ishlagan davrlar bo'lsa va siz hali ham pensiya yoshiga yetmagan bo'lsangiz, bu davrlarni rasmiylashtirish imkoniyatlarini o'rganing. O'zbekistonda norasmiy ishlagan shaxslar uchun o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish va ijtimoiy ajratmalar to'lash tizimi mavjud. Bu sizga pensiya staji to'plash imkonini beradi. Shuningdek, qonunchilikda ba'zi hollarda ish staji yetishmagan fuqarolar uchun pensiya jamg'armasiga bir martalik to'lov orqali yetishmayotgan stajni sotib olish imkoniyatlari ham ko'rib chiqilishi mumkin. Bu haqda ham pensiya jamg'armasi mutaxassislaridan batafsil ma'lumot oling. Misol uchun, agar sizga 3 yil ish staji yetishmayotgan bo'lsa va bu stajni sotib olish narxi aytaylik 10 million so'm bo'lsa, bu sizga kelajakda to'liq pensiya olish huquqini beradi va shu orqali har oy olinadigan pensiya miqdori uzoq muddatda bu xarajatlarni qoplashi mumkin. Bunday maslahatlarni olish uchun yashash joyingizdagi bandlikka ko'maklashish markaziga yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz mumkin. 4-qadam. Chet eldagi mehnat stajini tasdiqlash. Agar siz chet elda ishlagan bo'lsangiz, o'sha mamlakatdagi ish joyingizdan ish staji, ish haqqi va ijtimoiy ajratmalar to'langanligi haqidagi hujjatlarni to'plang. Bu hujjatlar apostili yoki legalizatsiya qilingan bo'lishi kerak. So'ngra pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, ushbu stajni O'zbekistondagi pensiya stajiga kiritish tartibini aniqlang. Bu jarayon xalqaro kelishuvlarga bog'liq bo'ladi va har bir davlat bilan alohida tartibda ko'rib chiqilishi mumkin. Bu masalada sizga Tashqi ishlar vazirligi, shuningdek huquqshunoslar yordam berishi mumkin. Misol uchun, agar siz Koreyada 7 yil ishlagan bo'lsangiz, u yerdagi ish beruvchingizdan rasmiy ish staji va ish haqini tasdiqlovchi hujjatlarni olib kelishingiz, ularni Koreyada apostili qildirishingiz, so'ngra O'zbekistonga qaytib, pensiya jamg'armasiga topshirishingiz kerak bo'ladi. 5-qadam. Kelajakdagi pensiya miqdorini hisoblashni so'rang. Pensiya jamg'armasi mutaxassislaridan yangi qoidalar asosida sizning taxminiy pensiya miqdoringizni hisoblab berishlarini so'rang. Bu sizga kelajakdagi moliyaviy rejalaringizni tuzishda yordam beradi. Agar pensiya miqdori siz kutgandan ancha past bo'lsa, sizda uni oshirish uchun qanday qo'shimcha choralar ko'rish mumkinligi haqida maslahat olishingiz zarur. Ehtimol qo'shimcha staj sotib olish, o'zingizni o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib, ko'proq ajratmalar to'lash yoki rasmiy ishga o'tish kabi variantlarni ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. 6-qadam. Huquqiy maslahat. Agar vaziyat murakkab bo'lsa yoki sizning huquqlaringiz buzilayotganiga shubha qilsangiz, malakali yuristga murojaat qilishdan tortinmang. Pensiya qonunchiligi juda murakkab bo'lib, har bir holat individual ko'rib chiqishni talab qilishi mumkin. Yurist sizga huquqiy jihatdan to'g'ri yo'l ko'rsatishi va zarur bo'lsa, sud orqali huquqlaringizni himoya qilishga yordam berishi mumkin. Xulosa va yakuniy xitob. Aziz do'stlar, bugungi videoda aytilgan yomon yangiliklar aslida siz uchun ogohlantirish bo'lishi kerak. Bu o'zgarishlar e'tiborsiz qoldirilishi mumkin emas. May oyidan boshlab kuchga kiradigan yangi qoidalar sizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun men sizni harakatga chorlayman. Vaziyatni o'rganishga, hujjatlaringizni tartibga solishga va mutaxassislardan maslahat olishga hoziroq kirishing. Kechikish sizga qimmatga tushishi mumkin. Ushbu video siz uchun foydali bo'ldi deb umid qilaman. O'z fikr va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu video ko'proq odamlarga yetib borishi uchun unga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Bu muhim ma'lumotlarni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan ham baham ko'ring, chunki ular ham bu vaziyatdan xabardor bo'lishlari kerak. Esingizda bo'lsin, ma'lumot va o'z vaqtida ko'rilgan choralar bu sizning eng yaxshi himoyangizdir. E'tiboringiz uchun rahmat.